Mana endi. Men Saidasol Qosibxo'jayev 1958 yil tug'ilganman. Bultur 7-iyunda insult bo'lib yotib qoldim. Ko'p klinikalarda davolandim, lekin ular ham harakat qilishdi, menga ta'sir bo'lmadi. Bu akamizni mana jonni qo'liga kelib, ancha o'zgarishlar bor, yomon emas. Qisman bo'lsa ham gapira olmay qoldim. Oyog'im yurmaydi, mana sekin harakat bo'lyapti unga ham. Rahmat, baraka toping. Chap ko'zingizni gapiring, chap ko'zingizni. Keyin bir ko'zim, chap ko'zim qisib qolgandi. Bu ham ochildi. Xudo xolasa. Keyin qaltirardingiz esingizda bo'lsa. Qaltirardim. Qo'lim qaltirab turardi. Parkinson. Ana qildi. Xotiram ham juda zo'r emas edi, mana o'ziga kelyapti. Qaltiroq butunlay ketdi. Ketdi. Necha kun bo'ldi kelganingizga? Bugun 3-kun. 3-kun. Bizdan rozimisiz? Albatta, roziman. Tanlingiz sog' bo'lsin, bolalaringizga bosh bo'ling. Turpoq ostida oltin bo'lsin. Rahmat. Bundan buyon yana Xudo xolasa rezultatlar kutamiz-da. Inshaalloh. Alloh taolo mehribon zot, shifoyi komil shifo ato etgan bo'lsin. Sog' salomat bo'ling.